Assalomu alaykum. Yangi navlar Agrozamin mevali ko'chatlar gruppasini kuzatuvchi YouTube'dagi obunachilarimizga zo'r videolar, reportajlar tayyorlayapmiz. O'rtoqlar qaranglar, shoftolini kачествосiga e'tibor berasizlar. 13-iyun sanasida yana bitta yangi navdagi shoftoli hosildorligiga, agar hosildorligiga bittadan lakni bosib ketaverasizlar, zaril bo'lsa ko'chatlarni biz bu yildan buni ko'paytiramiz. Yangi navdagi ichi oq nektarin shoftollar navni xudo xolasa ko'chat payvand qilishganda aytamiz. Kalibrlari o'rta kalibrda, juda yirik bo'ladi. Mana ichlari agar yagana qilinganda bundan ham yirik kalibrga erishish mumkin edi. Shoftolimizni holati mana shu holatda. Biz hozir Qirg'izistondamiz. Qirg'izistonda bu Serbiya nomi bilan tanilgan shoftol. O'z asli kitobiy nomini endi aniqlashtiramiz. Atak bu shoftolni o'zimda ham bor edi, uyda video qilib qo'yganman sizlarga. Katta bog'iga keldim. Yana bitta qiziqtirgan ma'lumotni berib ketaman sizlarga. Endi singaniga e'tibor bermasizlar. Akamiz haqiqiy dehqon, bog'bon aka 1,5 ga 1,5 qilib ekkan ekan. Men bu yerga qanaqa qilib dori sepyapti, u to'g'risida bilmayman, lekin shunday qilib ham boqsa bo'laveradi. 1,5 ga 1,5. Hatto 1,5 metrga 3 metr bo'lganda texnika yurish mumkin edi. Dorini asha o'dinda sepsa bo'lardi. Hozir ham lekin qurt yo'q, trepis chaqmagan, shaftoli zo'r holatda, ideal holatda o'rtoqlar. Mana yer bilan bitta bo'lgan. Yukini ko'tara olmagan dash. Estikina shaftoli. Agar to'qalansa, aytgan kalibrda olish mumkin. Shaftoli zo'r navigan. Kimga qiziq bo'lsa aytinglar, ko'paytirib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.